Yangi O'zbekistonda ta'lim sohasini rivojlantirish, barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratish yo'lida qator islohotlar natijalarining markazida raqamlar emas, balki inson, ustoz shaxsi turadi. Ana shunday fidoyi pedagoglardan biri tuman markazidan 15 kilometr uzoqlikda joylashgan 74-umumta'lim maktabida mehnat qilayotgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi Gulasal Jumayevadir. Yashash xonadonidan qariyb 8 kilometr uzoqlikdagi 74-umumta'lim maktabiga kelib saboq berishining asosiy sababi qorako'z va ilmga chanqoq o'quvchilaridir. Ular 3 yil davomida 7-8 kilometr uzoqlikdagi 39-ta'lim maktabiga qatnashdi. Baraka topishsin. Shu yillar mobaynida biror marta dars qoldirishmadi. Endi men ham ular yoniga tezroq oshiqmoqdaman. Bunda esa hatto men skuter minishni ham o'rganib oldim, deydi u. Ta'lim fidoyilikni yaxshi ko'radi. Fidoyi insonlar hamisha ta'limda o'z o'rniga va mavqeiga ega bo'lib boraveradi. Yuqorida siz tasvirlarda ko'rgan skuterda dadil harakatlanib kelayotgan o'qituvchi oddiy mahallaning oddiy o'qituvchisi. Lekin u hamisha o'z o'sha ishxonasiga, ya'ni maktabga tomon intiqlik bilan shoshadi. Chunki u yerda qalbi ilm olishga shoshib turgan o'quvchilar bilan gavjum. Hozir biz Gulasal opani sinfxonasiga keldik. Assalomu alaykum. Gulasal opa, mumkinmi? Xalaqit bermaymizmi? Xalaqit bermas ekanmiz. Xo'p, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men bilan ustoz bo'lmasam ham, men ustozim deyapti. Demak, bu yerda ustoz borlar. Mana hozir ko'rdik, ko'pchilik e'tirof etdi, bir ustozimiz bor, uzoq masofadan shu skuterlarda shoshib maktabga keladilar dedilar. Necha yildan buyon o'qituvchi bo'lib ishlaysiz? O'qituvchi bo'lib ishlayotganimga 10 yil bo'lib qoldi. Endi ayrim maktablarda ishlaganman. Bu maktab yangi bo'lganligi uchun mana shu joyda bu yildan boshlab ish o'rnimni yaratib ishni boshladim. Mana 4-sinflarga dars o'tayapman. Bu o'quvchilar ham uzoq manzillarga o'qishga borishar edi. Mana yangi maktab ochildi. Prezidentimizga rahmat. Mana shu maktabdagi tashabbus ko'rsatgan ustozlarga rahmat. Mana shuncha sharoitga ega bo'lgan zamonaviy turdagi maktabni ochishdilar. Mana o'quvchilarga ham yangilik bo'ldi va yaqinlik bo'ldi bularga ham. Bular 7 kilometr, 8 kilometrgacha maktabga borishar edi. Mana hozir yangi, yaqin joyda, shinam sharoitlarga ega bo'lgan maktabda o'qishayapti. Men ham bular qatori juda ham xursandman. Oldin yayov yurar edim, 2 soatlab yurib kelar edim. Mana hozir elektromobildan foydalanib yarim soatda yetib kelyapman. Uzog'imda ancha yaqin qildi va men bundan xursandman. O'z vaqtida darsga yetib kelib, o'quvchilarga mana shu ta'lim tarbiya berishda o'zimni hissamni qo'shayotganimdan, mana shu yoshlarni O'zbekistonimizga hissa qo'shadigan kerakli kadrlar va kerakli xodimlar bo'lib yetishish uchun va prezidentimizning bizga ishonayotgan, ta'limga qilayotgan e'tiborlarini oqlash uchun va mana shu farzandlarni, xalqning bolalarini kelajakda yaxshi insonlar bo'lib yetishi uchun hissamni qo'shayotganimdan xursandman. Yangi maktablar, zamonaviy sinflar, qulay sharoitlar. Ammo bu islohotlarning markazida raqamlar emas, inson qadri turadi. Chunki har bir qurilgan maktab bolalarning orzusi, ustozlarning mehri, oilalarning umidi. Bugun Surxondaryoda amalga oshirilayotgan ishlar eng avvalo farzandlarimizning ertasi, yurtimizning kelajagi uchun xizmat qilmoqda. Bir paytlar uzoq yo'l bosib bilim izlagan qishloq bolalari bugun o'z mahallasining ostonasidagi yangi maktabda o'qish imkoniyatiga ega. Bu davlat g'amxo'rligining, islohotlar samarasining jonli isboti. Inson qadri uchun degan tamoyil ana shunday hayotda o'z ifodasini topmoqda. Aslida ham inson qadri uchun qilingan ishlar eng ulug' sarmoyadir.